Erim bilan Instagramda tanishganimizni ikkinchi qismi, birinchi qismi profilda bor. Shunaqa qilib Instagramda erim bilan tanishganimizdan keyin, gaplashganimizga 2 haftacha bo'lgandan keyin menga bitta qiz Telegramdan yozgan. U qiz erimni endi bывшийsi deydimi, hali tugallanmagan отношенияsidagi qizi deydimi, nima deydi bilmayman. U qizga hech qanaqa husumatim yo'q, lekin o'sha qiz menga Telegramdan yozgan. Telegram lichkamni topgan va Telegramdan menga "Assalomu alaykum, yaxshimisiz?" deganlar-da. Mani erimni profilini, ya'ni o'sha payt yigitim bo'lgan profillarini tashab, "Bu inson sizga kim bo'ladi?" degan. Men aytganman, "Hech kim" deganman. Просто подпискамda bor deganman, chunki bunaqa vaziyatda ushib ketish xato deb o'ylaganman. Birinchi gap olish kerak deganman. Ana undan keyin u qiz aytgan, "Ha, yo'q, rostdan sizga hech kim bo'lmaydimi?" deb ensa qotirib gapirganlar qiz. Qizni ham lekin na samом деле tushunaman. Unaqa arazlab olmayman. Qizni yomonlamayman bu yerda. Va qiz shunaqa deb yozgan. Meni ham sal jahlim chiqqan lekin. Keyin "Men tanimayman, bilmayman" deganman. "Sizga kim bo'ladi?" deganman. "Meni yigitim bo'ladi. Biz 1 yildan beri gaplashamiz" deganlar. "A, yo'q" deganman. "Baxtli bo'linglar unda" deganman. Ana undan keyin menga "Ha, mana shunaqa" deb keyin rasmlar erim bilan polniy tushgan rasmlarini, aylanganlarini, короче, polniy bitta istoriya qilib menga tashab bergan. Ya'ni rasm videolarni erim bilan tushgan rasm videolarni tashagan. Keyin men aytganman, "Zo'r" deganman, "Baxtli bo'linglar" deganman. Lekin bu yoqga shundoq erimga telefon qilib ush qilganman. Ya'ni "Bu qiz kim? Tipa siz отношениядамisiz? Nimaga menga aytmagansiz? Nima qanaqa?" Shunaqa qilib ushib ketganmiz biz yigitim bilan o'sha payt. Lekin u qizga hech nima demaganman. Keyin u qizga indamagan sarim u qiz menga qo'pollashib boshlagan. Что "Va qarab tur, hali seni ham shunaqa o'yin qilib tashab ketadi, 1 yilga qolmasdan, va sen ham o'yin bo'lasan, u yoq bu yoq" deb. Men u qizga juda ham прекрасный, chiroyli gapirganman, lekin shunda ham u qiz tushunmagan. Chunki men urushni xohlamaganman. Ya'ni bitta yigit uchun, hali to'yi bo'lmagan, hali aniq bo'lmagan inson uchun talashish, urushish men uchun kulgili bo'lgan. O'sha uchun ham lekin bu yoqda xafa bo'lganman, что erim menga aytmagan, предупреждать qilmagan. No, lekin keyin bu narsa bo'yicha erim bilan gaplashib olganmiz, menga tushuntirganlar. Ana undan keyin o'sha отношениямыз bizani chiroyli tarzda davom etgan. Va oradan ровно 1 yil o'tib o'sha qiz aytgandagi erim menga uylanganlar. O'shanda o'rtoqlarim aytishgandek kulib, o'zimning eng yaqin o'rtoqlarim o'sha qizga endi yozib yubor, salom ber endi u qizga. 1 yil deganda seni tashab ketadi, o'yin qiladi degandiku, mana qara 1 yil deganda senga уже o'zini haloli qilib uylanyapti degan. Bu bilan nima demoqchiman? Siz peshonangizga nima yozilganini bilmaysiz-da. U qizni ham tushunaman, qanaqadir xafa bo'lgan bo'lishi mumkin. Baribir 1 yil отношения qurgan insoni boshqa bilan gaplashib ketganini ko'tara olmagan bo'lishi mumkin, lekin baribir nima bo'lgan taqdirda ham taqdirga hech qachon katta ketib gapirish kerak emas. Menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bundan ham qiziq videolar profilimda bor.